Xohlasanglar judayam agar o'tib ketgan bo'lsa, sportni ham ko'tarib bo'ladi. Yarim soat siz qarang, mana shu bilanmi? Agarchi mana bu o'rtadagi chiziq bossangiz, siz уже effekt ketadi. Bu narsa kerakmi? Nimadir olish kerakmi? Kerak emas. Tabiiy chiqargan laminatsiya. Bu laminatsiyani so'zlar ham bo'ladi. Laminatsiya nabori 150 mingdan 1 milliongacha boradi. Buni bemalol o'zingiz sotib olib, uylarda qilsangiz bo'ladi. Laminatsiyani foydasi nima desanglar, qo'shimlarni, kirgilarni zo'r o'stirib, qalinlashtirib beradi. Mana faqat soch strasiga qarab. Siz nima ishni qo'yasiz bo'ladi? Salom, men Mahfuza. Masalan, apparatlar men makrofizik o'rgangan emas. Ko'rsatishga bunaqa shuni ko'rsatasiz. Hozir agar sezayotgan bo'lsanglar, ko'p ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, hamma tabiiy o'tib ketyapti. Agar sezayotgan bo'lsanglar, narashit pullar o'tib ketadi. Filtr hamma narsa o'tib ketadi. Hamma tabiiy o'tyapti. Buni bemalol o'zingiz sotib olib, uylarda qilsangiz bo'ladi. Laminatsiyani foydasi nima desanglar, qo'shimlarni, kirgilarni zo'r o'stirib, qalinlashtirib beradi. Mana Masha imini shunaqa bo'lmasa nechun? 600 ming, 570 ming ancha yetadi sizlarga o'zingizga ishlatishga. Ancha yetadi o'zingizga. Bekni qalinlashtirib mana klesi bo'ladi. Kirgilarni valiga yopishtirishga kerakli narsa. Valiga mana bo'ladi. Hamma naborda ham valik chiqmaydi qizlar. So'raganingizda valiklar bormi deb so'raydi. Yoki alohida sotib olasiz. Bu valik mana. Bu valik deyiladi. Buni havoga qo'yib, kirgini ko'tarib, mana shu klesga yopishtirib qo'yadi. Bu valik razmerlari bo'ladi qizlar. Mana eng razmerli bo'ladi. Kiprikni uzun kaltaligiga qarab qo'yasiz. O'zingizga moslashtirib qo'yib olasiz. Bu valik deyiladi. Mana bu yerda bir bilan 2 etap. Birinchi buni surasizlar. 7 minut 8 minutdan keyin olib tashlaysizlar deb bunaqa kisladi. Xastalik kisli bo'ladi. Olib tashlab endi mana shu qo'llanadilar. Shunda tashlaysizlar. Keyin mana bu ikkinchi etapini surasizlar. Xuddi shunaqa qilib ikkinchi etapini ham surasizlar. Buni ham shu 7 minut 8 minut ushlab turasizlar. Ikkalasini ham. Strechlar mana bu strechlar bo'ladi. Обязательно strech qo'yishingiz kerak kiprikga. O'zini laminatsiyani Shu birinchi etapni surgandan keyin strich qo'yiladi. surib bo'lgandan keyin mana strech qo'yasiz. Kirgizib. Xo'p, keyin mana bu keratin, mana bunaqa botoks anaqalari bor. Mana shularni ham surasiz. Bular 2 minut 3 minut tursa yetadi. Buni ham keyin yetadi. Bu ham 2 minut 3 minutlab tursa bo'ladi. Keyingisi mana keratin o'zida bor. Mana bu nabor boks ichida keratini bor o'zi. Bu ham shu surasizlar bo'ldi. 8 soat suv tegmaydi. Tekizingizda 8 soat, 6 soat ichida suv tegmaydi. Mana bu botoksni alohida sotib olganman. Bu juda ham yaxshi botoks kerak. Botoks vitamin bu. Mana shu qoshinglarni, kipriklarni zo'r o'stirib, zo'r beradi mana shu. Shuni o'zi. Qanaqada o'tgan? Men mana shu narsani ishlataman. Men uchun zo'ri mana shu. Har xili bor, lekin menga mana shu yoqadi. Asli sal achishtirishim mumkin, boshqa qilishim mumkin, lekin o'tib ketadi kim uchun. Buni tartibi qanaqasi surishni? Laminatsiyani oxiridan keyin mana shu surasi bo'ldi 8 soat, 6 soat suv tegmaydi. Buni surgandan keyin. Keratinni nima qilib qilamiz? Keratin mana. Mana bu bilan bu bir xil patchli. Bu naborida bor. Men ko'proq buni ishlataman. Men buni ham ishlab turaman. 1-2 minutdan keyin men buni ishlatib olaman. Hozirgi kunda mana shu laminatsiya juda ham hozirgi kunda uf bo'lgan deydimi? Shunaqa bo'lgan. Chem narasha kipriklardan ko'ra. Bularni Urizorda sotiladi, magazinlar bor. O'zi shunaqa. Zelkalar ham bo'lsin. Ha. Lekin o'zingizlar mana orqasida yozuvlar bo'ladi mana. O'zi sotuvchilarga aytsanglar, men original o'zim ishlatishimga yoki yaxshisini beringlar klientga deb o'zingiz so'rab olsangiz bo'ladi. Keyin buni ichida mana bunaqa tarovlar bo'ladi. Tarovlari bilan birga bo'ladi. Kiprigiga ham, qoshga ham ishlatsangiz bo'ladi. Mana bu mayda tarovlar bor. Tarif mana qo'ygandan keyin hozir ko'rsataman. Tarab qilasiz. Bu boks menga nimasi bilan yoqadi? Hamma narsasi ichida. Baliki ham, tarog'i ham, keratinlari ham, kleylar hammasi o'zi bilan. Bor alohida. Ular alohidaliklari endi keratinni ishlatib bo'lsa Просто men buni ishlataman ko'proq turishi uchun. Keratinni o'rniga yoki keratindan keyin ishlatasiz? Keyin keratindan keyin ko'proq turishi uchun, zo'r qayrilib, zo'r kuchli surilishi uchun, qalinlashi uchun ishlataman. Buni o'zingizga har doim ishlatishingiz topolsangiz bo'ladi. Masalan, hozir 300 ming bo'lsa, laminatsiya qosh kiprik 300 ming bo'lsa, ozgina yoniga qo'shib, shuni o'zingizlar olib, bemalol o'rniga qarab ishlasangiz bo'ladi.
570 mingmi shunaqa. 600 O'zingiz ming. O'zingiz Botoks ishlatsangiz. chi mana botoks? Bu kesminglar shunaqa. Bu ham anchaga yetadi. Bu ham anchaga yetadi. Men uchun eng zo'r anaqa botoks mashina. 200 ming dominatsiya qilish, 200 ming qo'sh yuz alohida pul. Ha, o'shaning uchun men har doim aytaman, sotosizlar, endi bir xillar vaqti bo'lmaydi-da, o'zi ham qilolmaydi, oynaga qarab fiksatorlar yaxshi chiqqan. O'sha keyin bo'lgandan keyin ertasiga indingi fiksatorlar qilib, qoshlar to'g'rilab ketsanglar bo'ladi. Bu tozalovchi pelda, qosh kiprikni quvvat qilishdan tozalab olamiz. Jilni bo'lsa ham yotmaydi. Ha, artib anaqa qilamiz. Masalan, men qoshim umuman yotmaydi. Men qosh chetini Va men sifatlarga Yoshni oqartiradigan Обеспечка. suyug'i, poрошок. Ozgina shu rastvor qolasizlar deb buni. hozir ashib qilyapmi? Bu shunaqa. Hozir ko'plar aytaman, ana tabiiy hozir ko'plar qoshni termaydigan bo'lib ketgan-ku, hozir faqat formaga solib yurishadi. O'shanga bu zo'r. Terib yurishmaydi. O'shanga zo'r. Ko'proq mana ro'mollilar, hijoblilar, sizga o'xshaganlar terib anaqa qilmaydi-ku. Bu kraskalarni. Bu kraskalar. Ходовой rang mana shu noliki bo'ladi. Qoshga ham, kiprikga ham. Tabiiy. Buni hech nima bilan aralashtirmasdan o'zini sursanglar bo'ladi. Hech qanaqa rastvor. Hech qanaqa rastvor bilan aralashtirmasdan. Bu ходовой hammaga kelib turadigan rang. Bu shunaqa ham rang. Bu ochroq, menimcha. Buni aralashtirib, qaysiga. Buni saruvroq qilsa bo'ladi-ku. Sizga sarv qizlarga bu ketadi. O'zini rangiga tushib ketadi. Bular ham juda qimmat turmaydi. Shu 100 ming atrofida turadi. Buni ham ancha yetadi, yo'qotib qoladi. Anchaga yetadi. Mana mashina olib yursanglar, qancha bu ham xina sifat. Xina bu ham. Mashina olsanglar, bez rastvor qilsanglar bo'ladi. Nimadir aralashtirib sut qo'yamiz. Qosh bo'yash texnikasi ham bor. Bir xil bilasizlar, qoshini mantigacha qilib bo'yab oladi. Bunga bergan bo'lsangiz, mashina qilib bo'yab oladi. Har doim qoshni oxiridan bo'yash kerak. Oxiridan bo'yalganda, mana bu yog'iga qolganini bu yog'iga bo'yab olasiz. Kisdan qoladi-yu, kisni surganingizda qoladi. O'shani bu yog'iga bo'yab olasiz. Men ham qo'ysam maylimi? Ho, o'zma qo'yasiz. Ha, keling. O'smalar qo'ysam yarashar qoshimga